Andijonda Saxovat Group Ahsan Tekstil korxonasida ish jarayonlarini yakunladik. Shu haqda sizlarga ko'rsatib beramiz. Real jarayonlar haqida ko'rsatib beramiz. Xodimlar bilan suhbat olamiz. San Apparel korxonasini glavniy masteri Gulnoz opa bilan ikki og'iz suhbat olamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Gulnoz opa, yaxshimisiz? Gulnoz opa, bizga shu sizlarga qo'yilgan QR kod sistemasini, yashik sistemasi haqida ozgina ma'lumot kerak bo'ladi, muxlislarimiz ko'rish uchun. Shu yashik sistemasi qo'yilgandan keyin qanaqa o'zgarishlar bo'ldi? Oldin qanaqa edi? Shu haqida ozgina gapirib bersangiz. Bu sistema qo'yilgandan keyin ishchilarimizni tezligi oshdi. Oldin ishlarimiz zavol bo'lsa, bilinmasdi. Kim qaysi joyda zavol qilyapti bilinmasdi. Hozir yashik qo'yilganligi uchun qaysi joyda zavol bor, o'sha narsa bilinyapti. Keyin u narsani bular ekranda ko'rib turibdi. Kim qancha ish qilyapti, misol uchun oyliklarini ham ko'rib turishibdi. QR kod sistemasi qo'yilgandan keyin bandlarimizda qanaqa o'zgarishlar bo'ldi? Potoklarda ishlar yo'qolishini oldi olindi. Ish soni yo'qolish. Ish soni yo'qolish. Son boshidan kirgani oxirigacha to'liq chiqib ketyapti. To'g'ri. Biraklarchi biraklar. Biraklar ham bilinyapti o'sha yashiklarda. Kim qilgani bilyapti. San Apparel korxonasini band masteri Mahliyo opa bilan ozgina suhbat olib boramiz. Mahliyo opa, sizga savolimiz shu kungacha yurilgan tizimdan nima o'zgarish bo'ldi E-point kelgandan keyin? Bizda avval ishlarimiz pachka-pachka tushar edi. Hozir mana yashiklarda tushyapti. QR kodlari bilan hamma ish soni yashiklarga solingan. Tayyor holatda bandga kirgizyapmiz. Tushunarli. Bandda yurishlarini ham ko'rsatib bersangiz, bu qaysi ishchida qanaqa yurganlari bo'yicha? Mana bandlarga tarqatamiz. Bandga operatsiyalarni beradi, tikiladi. Bizga qulayliklari birak qaysi ishchidan chiqqani, kimni ishda tikkani, qayerda zavol bo'layotgani bilinadi. Keyin kun davomida nechta ish chiqqani aniq. 8 yillik tajribaga ega E-point kompaniyasi shu davr mobaynida 100 dan ortiq korxonalarni tizimlashtirishga erishdi. Sizga ham bizning xizmatlarimiz qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga telefon qiling. Biz korxonangizni bepul audit qilib beramiz. Ozoda opa, jarayonlar haqida ozgina tushuncha bersangiz. Men shu ishxonada shu 150 ta ishchini qilgan ishlarini 30 daqiqa davomida shu ish qilgan ishini sanog'ini olib chiqaman. Hozir men sizga bularda qanday qilib ko'rsataman. Qilgan ishini bo'lib tushiraman. Ozoda opa, bu jarayon mana ko'rib turganimizdek juda tez amalga oshirildi. Qancha vaqt ketdi buni o'rganib olishingizga? Ya'ni boshida ishga tushib olishingizga qancha vaqt ketdi? Hamma ishda qiyinchiligi bo'ladi, lekin o'rganib qo'limizdan kelgancha uddalab, ancha qo'limiz kelib qoldi. Ancha yaxshi ekan. Azamat aka, San Apparel korxonasida asosiy maqsadimiz sonni olib chiqib berish edi. Qanaqa natijalarga erishdik? Bu yerda talab tushgan oklad tizimidan ish pay tizimiga o'tildi. O'shaning uchun hisoblashni sal osonroq yo'lini so'rashgan. Bu bo'yicha biz ishlarni yakunladik. Bu yerda to'liq yashik tizimi qo'yildi, QR kod tizimi qo'yildi. Hamma sonlar real holatga olib kelindi va oyliklarni hisoblash boshlandi. Hozir televizorda ko'rishingiz mumkin, o'sha har soatlik ishlarni urib borishyapti. Shu bo'yicha bizda tayyor natijalar bor. Yashik tizimida patta tizimini ko'rsatib bergandik. Endi ko'proq QR kod tizimi haqida ma'lumotlarni bersak, ya'ni QR kod tizimi qayerda shakllanadi, qayerda chiqadi, qayerda uriladi, qanaqa davom etadi. Shu haqida ma'lumot bersangiz. Bo'ldi, hozir potokdan jarayonlarni olgan bo'lsak, endi tepada QR kod qanaqa chiqishini ko'rsatib beraman. Xo'p, aka, bu yerda tasnif jarayoni. Mana blok qo'yib berganmiz anaqa bilan.
printer qo'yib berganmiz. Mana shu joyda masterlarimiz qilingan ish bo'yicha QR kodni chiqarishadi. Bu QR kodlar operatsiya bo'yicha chiqadi va mana bu tarafni ko'rib turganingizdek, mana bu yoqda to'liq yashiklar ishda joylashtirilgan, ichida QR kod уже joylashtirib qo'yilgan. Mana bular уже tikuv jarayoni uchun tayyor. Olib ketishsa, kim nima ish olganini bilib turaveramiz. Azamat aka, jarayonni bitta ko'raylik. Printerdan qanaqa chiqarib berish Qanaqa jarayoni. chiqarishi? Bo'ldi, hozir masterimizga aytamiz, bitta tushuntirib beradilar bo'lmasa qanaqa qilish. Tasnif masteridan hozir qanaqa QR kod urilishini bilib olamiz. QR kod chiqarish jarayonini bitta ko'rsatib bera olasizmi? Xo'p, mayli. Birinchi zakasni tanlaymiz. Partiyasi. Svetini tanlaymiz. Yashillari chiqadi, verx, niz bo'lib. Shularni kiritamiz. Ikkita yashik uchun-da hozirgi QR kodlar. Ikkita yashi uchun. Ikkita yashik uchun. Shuni yashillarga solamiz. 343 va 223 ga solamiz. Ha, bu yerda hozir mana yon tikish, orqa ulash har bitta operatsiya uchun yashik nomeri Yashik nomeri aniq bo'ldi. Buni oldik. Buni olib yashikka solib pastga berib yuborasizlar. 8 yillik tajribaga ega ePoint kompaniyasi shu davr mobaynida 100 dan ortiq korxonalarni tizimlashtirishga erishdi. Sizga ham bizning xizmatlarimiz qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga telefon qiling. Biz korxonangizni bepul audit qilib beramiz. Zo'xin aka, bu sistemani tavsiya qiladiganimiz o'sha son yo'qolishida, ya'ni ishchi soni ko'paygan sari, mahsulot ko'p aylangani sari son yo'qolishlar ko'payib ketadi. O'sha narsani asosiy yechimlaridan bittasi shu yashik tizimi. Buni videoda ko'rib chiqishdi. O'sha yashik tizimi qo'yiladigan bo'lsa, har bitta etapdagi sonlarni biz nazorat qila olamiz. Kirishda qancha kirdi, kirimchilar qancha kirityapti, sanoqchilar qancha olyapti, kontrolda nechta son bo'lyapti va kim brak qildi. O'sha brakda ham asosiy muammo bo'ladigan narsa, men brak qilmadim, keyin tikib beraman yoki men brak qilmayman degan narsalar bor. O'sha narsalar agar yashik tizimida qilinadigan bo'lsa, har bir brak kim qilganini biz bilamiz. Bu kimnidir yomonlash maqsad emas, lekin o'sha ishni tezroq chiqarib olish. Ya'ni bitta son ham, ikkita son ham butun to'liq partiyani ushlab turishi mumkin. O'sha uchun kontrolda brak bo'ldimi, bitta qaytadi, kim qilgani aniq, o'sha bo'yicha yana tayyor mahsulotga chiqib ketaveradi. Biz har bitta bo'limimizda qancha mahsulot borligini ko'rib turish imkoniyatimiz paydo bo'ladi shu bilan. Xo'p, men tushunishim bo'yicha hozir aytganingizda ish soni aniq, oyligimiz aniq, operatsiyalarimiz aniq, braklarimiz aniq. Shularni aniq yechim ola olamiz. Xuddi shunaqa. Endi bu nima beradi deyiladigan bo'lsa, o'sha analitika qilish uchun tayyor baza bor degan.